Assalomu alaykum. Peshag'arliklardan bir savol tushdi. Peshag'armi yoki pishag'armi? Tarixiy manbalarda dastlab arab geograflari Ibn Xalqaldi hamda muqaddasiyalar asarlarida beshag'ar rustoqi shaklda tilga olinadi. Ya'ni pishag'ar. Zahriddin Muhammad Bobur Jizzaxdan O'rtapay qarab borayotganida pishag'arga tushib o'tgan degan yozuqlari bor. 3-4 kun Jizzaxdan, ya'ni Jizzaxda istirohat qildik. Peshag'ar Boburnomada pishag'ar kenti shunday translyatsiya qilinadi. Bir nima yo'linda qaqasroqdir. Chun muddati anda bo'lib edim. O'tib borurda ana sayr qildim degan gaplari bor. Pishag'ar Jizzax bilan Zomin orasida bo'lib, katta yo'l yoqasida joylashgan. Ya'ni yo'l chetrog'ida joylashgan. Bu qishloq nomi to'g'risida yana ikki xil xalq etmologiyasi mavjud. Ya'ni birinchisi besh oqar, ya'ni 5 suv. Ikkinchisi peshag'ar, ya'ni g'or. Ya'ni g'or og'zi, g'or oldidagi kenglik, g'or yoni, g'or oldidagi ko'klik, bahavo joy degan ma'noda keladi. Yana bir tojik tarixchisi Ne'matov peshag'ar sug'chada g'ar, ya'ni tog' elementlaridan tarkib topgan degan edi. Bu bilan demak peshag'ar ba'zan peshag'ar shaklida ham yozilishi mumkin. Ya'ni peshag'ar yashil kenglik hisoblanadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.